Savol. Assalomu alaykum ustoz. Bizning taqdirimiz anamizning qursqidagi chog'da putilib ketsa, bizning hozir qilayotgan amal ibodatlarimiz bekormi? Alloh bizning ahvolimizni putayotgan bo'lsa, biz bilmaymiz. Alloh biladi. Undaqda butun umrida gunoh qilgan kishi jannatga kirsa, yaxshi amal ibodat qilganlar do'zaxga kirsa, Alloh bandalariga mehribon tursa, buni qanday tushunamiz? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Alloh taolo azaldan bizning ahvolimizni putayotgan. Bo'lgan va kelgusida bo'ladigan ishlarning hammasi Allohning putishi bilan bo'ladi. Lekin Alloh taolo putayotgan ilmi g'aybni bizga bildirmagan bo'lg'achqa, amal ibodat qilib yaxshilikda tirishib mangamiz. Allohdan sabotlik tilaymiz. Siz butun umrda gunoh qilgan kishi jannatga kiradi, yaxshi amal ibodat qilganlar do'zaxga kiradi deb kesib aytolmaysiz. Butun umrda gunoh qilgan yoki kofir bo'lgan kishi oxirida tavba qilib yoki iymon aytib jannatga kirishi, butun umrda taat ibodat qilgan kishi oxirida kufr gap so'z qilib do'zaxga kirishi mumkin. Butun umrda gunoh qilgan kishini Alloh o'z fazl marhamati bilan afo qilib, uningga jannatni ato qilishi mumkin. Buni Alloh biladi.